Chet elga hech qanaqa xarajatlarsiz sayohat qilish imkoniyati bor va buni ko'pchilik bilmaydi. Eng qulay va oddiy usuli bu chet elda volontyorlik qilish. Eng muhimi, sizdan hech qanaqa sertifikatlar talab qilinmaydi, faqatgina ingliz tilida bemalol suhbat qila olishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik yillar davomida grammatikani rivojlantirib, ingliz tilida speakingga kelganda gapira olmay qoladi, rivojlantira olmaydi, chunki ingliz tilida gapirishdan qo'rqadi, uyaladi yoki sherik topa olmay qoladi. Lekin men sizlarga zo'r yechim topdim. Ko'pchilik biladigan Ibrat Academy prilojeniyasida suhbatdosh dasturi ishlab chiqarilgan. Bunda siz kirib, o'zingizning darajangizga mos bo'lgan suhbatdosh bilan ingliz tilida practice qila olasiz. Eng zo'r tarafi, AI suhbatdan keyin sizning darajangizni aniqlab, xatolaringizni aytib beradi. Kelinglar shuni hozir birga test qilib ko'ramiz. Start practicing ni bosamiz. Looking for a partner. Hozir bizga suhbatdosh chiqadi. Sizning suhbatdosh chiqdi уже. Hello, your name is Surya? Yes, Surya. How are you? Fine. What's your English level, Kumush? Beginner. Oh, you're a beginner, but you understand, yes? Yes. Very good, that's great. Okay, do you study or work? Study. Where do you study? Tashkent. You like learning English. Okay, do you want to study abroad or do you want to travel the countries? No, because I speak Italy, Japan, Spain, Germany, and France speaking. So you know these languages? Yeah. Oh my god! Are you serious? How did you learn? I don't understand. How did you learn that many languages? It's a lot. That's great. Can you say something in French? Yes. Bundan keyin endi suhbatdosh dasturini men ham har kuni foydalanaman. Nafaqat ingliz tilimni rivojlantirish uchun, balki yangi do'stlar qilish, networking qilish uchun. Suhbatdoshda siz bilan ko'rishguncha